Muborak mohi sharif Ramazonning yana bir kechki suhbatini boshlar ekanmiz. Albatta Alloh taologa hamd va sanolar ila bu suhbatimizni boshlar ekanmiz. Bugun o'rganadigan, ko'radigan mavzuyimiz oila xususida, ya'ni oila inson sha'nining qo'rg'oni degan mavzuda to'xtalib o'tamiz. Muhtaram jamoat, albatta Alloh taolo borliqdagi barcha mavjudotlarni juft qilib yaratgani kabi inson naslini ham o'z jufti bilan yaratgan. Bundan ko'zlangan murod har ikki jinsning birgalikda turmush qurishligi, zurriyot qoldirishligi, birgalikda hayot kechirishligi ta'minlangan. Nikoh bu islomdagi eng muqaddas tushunchalardan biri bo'ladi, chunki ayni nikoh bitimi tufayli boshqa xonadonda butunlay boshqa sharoitda katta bo'lib voyaga yetgan ikki yosh bir oila bo'lib yashay boshlashadi. Nikoh bu shunday bir narsaki, shunday bir rishtaki, ikki begona bo'lgan, ikki nomahram bo'lgan kishilarni, bandalarni ham o'zlarini oldilarida va ham Alloh taoloning oldida halol etuvchi amal. Halol etuvchi mana shunday buyuk bir rishta Alloh taolo tomonidan yaratilgan bo'lib, albatta buning boshi Odam alayhissalom va momo Havoga borib taqaladi. Alloh taolo Odam alayhissalomni yaratdiki, uni jannatda yaratdi. Odam alayhissalomga hamma narsa muhayyo edi. Farishtalarni ko'rardilar, jannatda huzur halovatda yashab yurardilar. Lekin qalblarida nimadir yetishmovchilik bor bo'lganday bir sokin holda yurganlarini ko'rgan Alloh taolo u kishini qovurg'alaridan momo Havoni juft qilib yaratdi. Ya'ni inson o'zi qoladigan bo'lsa, mana shunday bir tushkunlik, zerikarli hayot bo'lar ekan. Shuning uchun ham ayollarni Alloh taborak va taolo yaratib qo'ydi. Ya'ni erkak kishini egovlash uchun har xil bir gap so'zlar qilib, erkak kishini zeriktirmaslik uchun Alloh taolo unga orom topmoqligi uchun, qalblarini oromi uchun Alloh taolo ayol kishini yaratib berdi. Albatta ayol muqaddas, ayol ona bu, ayol opa, singil. Albatta mana shu yo'sinda ayol ham jufti halol. Alloh taolo oila qilishlikni, ya'ni nikohlar bir oila barpo bo'lib, u oiladan kelajakda farzandlar, solih farzandlar taralishini buyurdi, ta'limotini berdi. Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam ham hadis muboraklarda biz sizga ta'lim berganlarki, albatta vaqti soat yetganda, albatta farzandlaringiz voyaga yetganda ularni o'ylab qo'ying dedilar Rasululloh. Chunki men qiyomat kunida sizlarning ko'pligingiz bilan faxrlanaman. Ya'ni o'ylaninglar, ko'payinglar va qiyomat kunida ummati Muhammadiya qanchalik ko'p bo'ladigan bo'lsa, men faxrlanaman deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ta'lim bergan ekanlar. Yuqorida aytganimizdek, o'tgan suhbatlarimizda biz rizq to'g'risida to'xtalib o'tdik. Endi ba'zi holatlar bo'ladiki, oilada bir yoki ikki nafar farzand bo'lgandan keyin bugungi zamonda shunaqa ekan, to'xtatib qo'yishadi. Endi mayli biron uzrlik, sabablik bo'lsa mayli-yu, lekin shunday bir sabablarni eshitdikki, buncha bolani ko'paytirib uni qanday boqasan degan so'z ham bor. Vaholanki o'tgan suhbatlarimizda biz o'ta bir mukammal o'rganganimiz rizq. Rizq Allohning zimmasida ekan. Bu farzandlarning qancha bo'lishidan qat'iy nazar. Farzand qancha ko'p bo'ladigan bo'lsa, kishining rizqi mana shuncha ziyoda bo'ladi. Esingizda bo'lsa, bir voqeani, rivoyatni aytib bergan edim. Ya'ni bir kishi juda bir kambag'al bir holatda bo'lar ekan, kun ko'rishligi juda qiyinlashib, shu u yoqqa ursa ham bir kunga 2 tanga, bu yoqqa ursa ham bir kunda 2 tanga. Kunligidan oshiqroq ishlab qo'ysa ham o'sha 2 tanga, hech 2 tangasi 3 tanga bo'lmas ekan. Shunda o'sha yigitning shahrida bir valiyulloh, Allohga yaqin bo'lgan, vali bo'lgan shaxslardan birlari kelib qolgan ekanlar. Buni eshitgan yigit u kishining dargohiga, u kishining huzuriga yugurdi. Ya'ni bir duo qilib qo'ysinlar meni, shoyatki Alloh
mana shu rizqimga baraka bersa deb duo olmoqlik uchun bordi va vaziyatni shayxga tushuntirib berdi. Shunaqa holat, meni bir duo qilsangiz yoki bir kishoyish qilib bersangiz, Alloh meni rizqimni ham kengaytirib qo'ysa deganda, u kishi aytgan ekanki, seni rizqing 2 tanga. Bo'ldi, mana shu 2 tanga deb unga javobini berdilar. Oradan bir necha yillar o'tgandan so'ng o'sha shayx aynan mana shu shaharga yana bir ziyoratga kelganlarida u kishining huzurlariga bir yigit keldi. Juda bir sipo kiyingan, zo'r kiyimlarni kiyinib, oppoq otlarni minib, markablarni zo'rini minib, shayxni hazratni oldilariga keldi va huzurlariga ruxsat so'rab kirdi. Kirib duolarni olib bir oz suhbatlashgandan so'ng u kishi aytdi: "Meni tanidingizmi?" Hazrat: "Yo'q, taniy olmay turibman" degan javobni berganlarida, "Esingizdami? Falon yili mana shu shaharga kelgan edingiz. O'shanda men sizni oldingizga kirib, meni haqqimga duo qiling, meni ham rizqimni Alloh ko'paytirib bersin deb duo so'raganimda, sening rizqing 2 tanga degan edingiz. Holimni ko'ryapsizmi?" dedi. Kiygan yaktaklarni endi ko'rsatdi, zarchoqonlarni ko'rsatdi, oyoqdagi zo'r etiklarni ko'rsatdi, qimmatbaho kiyimlarni ko'rsatib, "Meni holimni ko'ryapsizmi?" dedi. 2 tanga degan edingiz, vaholanki men o'ynab kulib bugun 20 tanga topyapman dedi. Shunda Hazrat so'radilarki, "Uylandingmi?" "Ha, uylandim." "Bolalar bormi?" "Ha, bolalar bor, uylandim. Farzandlarim bor, ayolim bor, oilam bor, oila qurdim. Boyib ketdim. Mana shunchalik Alloh menga berdi. Uylarim bor, qasrlarim bor" deb bir sanab berdi. Shunda Hazrat u kishiga aytgan ekan: "Seni rizqing hali ham o'sha 2 tanga. Bu narsalar seni farzandlaringning rizqi. Alloh hozir senga berdi. Sen sababli ularga berdi. Ya'ni ular voyaga yetgunga davr sen bu mol-u dunyoga ega bo'lib turasan. Sen hayoti dunyodan o'tsang agar, bu mol-u dunyolar o'z-o'zidan farzandlaringga qoladi. Farzandingning rizqi bor ekan, Alloh seni 2 tangangni 3 tanga qildi, 3 tangangni 4 tanga qildi. Ya'ni farzandlar tug'ilaverdi, Alloh taolo rizqni yana qo'shib beraverdi. Bu boyliklar, bu mol-u dunyo hammasi farzandlaringni va ayolingni haqqi. Seni haqqing o'sha 2 tanga. Agar uylanmaganingda shu 2 tanga bilan yuraverarding" degan ekan. Bas shunday ekanki, bu hissadan qissa farzandni ko'paytiradigan bo'lsa, uni rizqidan banda qo'rqmasligi kerak. Alloh bandaga qo'shayotgan rizqni ustiga qo'shib beraveradi. Ulug'larimiz hatto aytadilarki, uyingizga mushuk boqishlik uchun mushuk olib kelsangiz, hozirgi mushuklar unaqa avvalgiday sichqon tutib yemaydi. Hozirgi mushuklar ham rosa zamonaviy mushuklarda, chet davlatidan olib kelgan, bizda ham bor shunaqasi. Bu non bersangiz ham yemas ekanda u. Avvalgi mushuklar yaxshi edi, bir-biridan nonni o'zi ham topib yeyaverardi. Hozir bularga korm olib kelib, unaqa o'zini ovqatlarini berish kerak. Shunda bir ulamoni bir so'zni eshitdim. Sen mushugingni taomi uchun qayg'urma. Unga shuncha pulga men korm olar ekanim, bir oyda buncha bo'ladi, bir haftada buncha bo'ladi, bir yilda buncha bo'ladi deb hisoblama. Sen o'sha jonzotni, Alloh yaratgan jonzotni uyingga olib keldingmi, sen sababchisan, xolos, uning rizqi Allohning bo'ynida. Hech qachon aytma, sen men mol boqayapman, men qo'y boqayapman, mushuk boqayapman, parranda boqayapman, buni men boqayapman, donini olib kelyapman dema. Alloh senga beryapti, sen sababchi bo'lib keltirib beryapsan. Chunki har bir jonzot borki, Alloh taolo Qur'onda aytayapti, har bir qimillab turgan jon borki, uning rizqi mening bo'ynimda deb Alloh taolo Qur'onda ta'lim beryapti. Endi bir hayvonot, nabototlarga rizqni bergan biz u sizni farzandimizga Alloh rizq bermaydimi? Shuning uchun mana shu mafkurani bugun yoshlarimizni ongidan ko'tarishligimiz kerak. Bugun yoshlarning ongida yuqorida aytganimizdek, bo'ldi, bu ko'payib ketsa, bunaqa bir zamonda bola boqishni o'zi bo'ladimi deb hattoki ota-onalar ham yoshlarni to'xtatib qo'yishayotgan ekan. Alloh rizqini beradi.
Alloh u jonni berdimi, o'sha jonga tish berdimi, tishga albatta rizqni beradi. Faqatgina doim Allohdan so'rab, duoda bo'lib va albatta sababini qilishligimiz darkor bo'lar ekan. Alloh taborak va taolo barchalarimizni chiroyli amallarda sobit bo'lishligimizni, ahli oilalarimizni, farzandlarimizni, aqrabolarimizni Alloh umrlariga barakotlar ato aylasin. O'zlaridan ko'payishsin. Qiyomat kunida ummat Muhammadiyaning ko'p bo'lishligiga sababchi bo'lishligimizni Alloh nasib etib, mana shu sabab ila payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni xos ummatlari bo'lib, u kishini shafoatlariga dohil bo'lib, jannatlarda yonma-yon qo'shni bo'lishlikni Alloh barchamizga nasib aylasin. Va oxiri da'vana alhamdulillahi robbil alamin bi rahmatika ya arhamar rohim. Assalomu alaykum va rahmatulloh.